Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Juma namozi. Juma namozi va uni ado qilish qoidalari. 419-savol. Juma namozi qanday namoz? Javob. Juma namozi haftaning juma kuni peshin vaqtida jamoat bo'lib o'qiladigan namoz bo'lib, kishilar bir yerga to'planib o'qiladigan namoz bo'lganligi e'tibor bilan juma, aslisi jumaa, ya'ni to'planish, jam bo'lish deb atalgan. 420-savol. Juma namozining hukmi nima? Javob. Juma namozini jamoat bilan o'qish farz ayindir. Uni ko'ngil bo'lmaganlikdan ado qilmagan kishi gunohkor bo'ladi. 421-savol. Juma namozi farz bo'lgan kishilar kimlar? Javob. Birinchi bo'lishi. Ayollarga juma namozi farz emas. Ammo o'qisa savobga erishadi. Ulardan shu kunning peshin namozi saqit bo'ladi. Ikkinchi bo'lish. Asri yoki so'loqda bo'lganlarga juma farz emas. Uchinchi safar ustida bo'lmaslik. Yo'lovchilarga juma farz emas. To'rtinchi ko'r bo'lmaslik. Ko'rlarga juma farz emas. Beshinchi meyib bo'lmaslik. Jismoniy meyib kishilarga juma farz emas. Oltinchi kasal bo'lmaslik. Mang'almaydigan ig'ir bemorlarga juma farz emas. Yettinchi ko'nglida juma vahimasi bo'lmaslik. Jumaga borsa hayoti tahdidga uchrash ehtimoli bor kishilarga juma farz emas. Juma namozi o'qigan kishilardan shu kunning peshin namozi saqit bo'ladi. 422-savol. Juma namozining farzlari qaysilar? Javob. Juma namozining farzi 2 bo'lib, biri jumaning 2 rakat farzini jamoat bilan o'qish, ikkinchisi namozdan burun xutba, 2 xutba o'qilishidan iboratdir. Juma namozining durust bo'lishining shartlari. 423-savol. Juma namozi o'qishning durust bo'lishining shartlari qaysilar? Javob. Juma namozi o'qishning durust bo'lishining shartlari tuvandikicha. Birinchi, diniy ishlarni boshqaradigan organning juma o'qish shartiga to'shgan masjidlarda juma o'qishga ruxsat qilgan bo'lishi. Ikkinchi, juma namozi o'qiladigan joyning juma namozini o'qishga yetarlik sonda belgilik jamoatga ega bo'lgan shahar, yeza yoki mahalla bo'lishi. Aholisidan juma o'qish salohiyatiga to'shgan erlari eng chong masjidga sig'maydigan yeza yoki mahalla juma namozi o'qishga salohiyatli hisoblanadi. Uchinchi, jumaning peshin vaqtida o'qilishi. Juma namozi peshin vaqtida o'qiladi. Peshin vaqtning chiqib ketishi bilan jumaning vaqti chiqib ketgan bo'ladi. Juma vaqtida o'qilmasa, uning qazosi kelmaydi. 4. Jumaning farzdan ilgari xutba o'qilishi. Xutba o'qilmagan juma odat topmaydi. Payg'ambar alayhissalom bir jumani xutbasiz o'qimagan. Juma namozi o'qiladigan joyning hamma kishiga kirish ruxsat qilingan ochiq joy bo'lishi. Chunki juma o'qiladigan joy xohlagan odam kira oladigan, hammaga ochiq joy bo'lmasa, u yerdagi to'planish oshkora va erkin to'planish amalga oshmaydi. Oshkor va erkin to'planolmaydigan joyda juma o'qilmaydi. 6. Jamoat. Eng oz deganda imomdan boshqa 3 kishining jamoat bo'lib hozir bo'lishi shartdir. Bu 3 kishi juma o'qishi farz bo'lmagan musofir yoki kasallardan bo'lsa-mu bo'laverdi. Xutba va uningga munosabatli masalalar. 424-savol. Xutba degan nima? Javob. Xutba Alloh taoloni yod etish, uningga hamd sano etish va jamoatga vaz nasihat qilish demakdir. 425-savol. Xutbani arabcha o'qish shartmi? Javob. Xutbani arab tilida o'qish shart emas. Uni arabcha o'qishga bo'lganidek har millat o'z tilida o'qisa yaxshi. Hamd sano Allohni madiylash bilan durud, payg'ambar alayhisalomga o'qiladigan duo ikkisini arab tilida etsimi, xutbadagi vaz nasihatlarning hammasini jamoatning tushunishi uchun har millatning o'z tilida so'zlashi to'limi zarurdir. Jamoatning xutbani anglishi o'z oldiga ayrim bir farzdir. Buningga binoan xutbaga ulgurmagan kishining namozi durust bo'ladi. Juma kuniga maxsus hukmlar. Juma kunidagi sunnat amallar. 426-savol. Juma kunida yoki juma o'quvchilar uchun qilish sunnat bo'lgan ishlar qaysilar? Javob. Juma kunida yoki juma o'quvchilar uchun qilish sunnat bo'lgan ishlar tuvandikicha. 1. Juma namoziga berishdan burun g'usl qilish, o'ziga ham kiyimlarga xushbo'ylarni chechish
va chiroyli kiyinib berish. Ikkinchi, juma kunlikda juma namozining farzidan keyin 4 yoki 2 rakat sunnat namozi o'qish. Uchinchi, juma kunlikda Kaf surasini o'qish. To'rtinchi, payg'ambar alayhissalomga ko'plab durud etish. 427-savol. Juma kunida harom bo'ladigan ishlar qaysilar? Javob. Juma kunida qilish harom qilingan ishlar tovandikicha. Birinchi, juma namozini o'qish shartiga to'shgan shahar, yez va mahallada peshin namozini jamoat bo'lib o'qish. Chunki bunda qilish juma kunidagi juma o'qish uchun to'planishdan iborat islomiy an'anaga qarshi harakat sanaladi. Ikkinchi, juma kunida imom xutba o'qish uchun munbarga chiqqan vaqtda so'z setiq bilan shug'ullanish. Uchinchi, masjidda birovni o'rnidan turg'izib etib o'zi o'ltirish. Chunki masjidlar Alloh taolaning uylari bo'lib, uningga kirganlar bir-biridan ilm, mansab, martaba, boylik va boshqa taraflardan qanchalik farqli bo'lib ketsin, hammasi bu joyda o'xshashdir. To'rtinchi, masjidda imomdan boshqalarning jamoatning mursidan otlab o'tishi bir harom ishni sodir qilganlikdir. Ammo oldida bo'sh o'rin bo'lsa, boshqalarga arziyat bermasdan adab bilan borsa bo'ladi. Juma namozini tark etishning gunohi. 428-savol. Juma namozini tark etishning gunohi qandoq? Javob. Jumaning farzi peshin namozining farzidan muhim va ulug' hisoblanadi. Bundaq bo'lgan ekan, juma namozini tark etishning gunohining boshqa farz namozlardan birasini tark etganlikning gunohidan ig'ir ham qattiq bo'lganligi tabiiydir. Chunki bu musulmonlarning haftalik cho'ng qurultiyi o'rnida turadigan, ularni bir-biri bilan yuz ko'rishtiradigan, vaz nasihatlar bilan ularning taqvoligini oshiradigan, g'aflatdagilarni uyg'otadigan va ularning birligini kuchaytiradigan muhim ibodatdir. Payg'ambar alayhissalom o'zrisiz turib 3 jumani orqa-orqadan tark etgan kishining qalbini Alloh hidoyatdan burib etadi deb ogohlantirgan. Imom Muslim rivoyati. Yo'lovchilar namozi. 429-savol. Yo'lovchi namozi degan qaysi namoz? Javob. Yo'lovchi namozi safar ustida bo'lganlarning 5 vaqt namozlarining farzlarini qasr qilib, 4 rakatni 2 rakatga qisqartib o'qishi deganlikdir. 430-savol. Shariatda qanday kishi yo'lovchi hisoblanadi? Javob. Shariatda yo'lovchilik belgilik bir musofaga berishni ko'rsatadi. 15 kundan oz turish niyati bilan 85 kilometrlik bir musofani niyat qilib yo'lga chiqqan kishi yurtining oxirgi manzillaridan ayrilgandan boshlab yo'lovchi hisoblanadi. 85 kilometrlik bu musofani mayli aeroplan bilan, mayli poyezd bilan, mayli boshqa qatnash qurollari bilan, mayli piyoda bossin, har holda bu safar yo'lovchilik hisoblanadi. Yo'lovchilarga oid hukmlar. 431-savol. Yo'lovchilarga oid hukmlar qaysilar? Javob. Yo'lovchilarga oid hukmlar tuvandikilar. Birinchi, yo'lovchilar 4 rakatlik farz namozlarni qasr qilib, 2 rakatga qisqartib o'qiydi. Ammo 2 rakatlik va 3 rakatlik farzlar qisqartilmaydi, balki to'liq o'qiladi. Ikkinchi, yo'lovchilar 5 vaqt namozining sunnatlaridan peshin, shom va xuftan namozlarining sunnatlarini o'qimaydi. Chunki Sahih Buxoriydagi 1102-hadisda, Sahih Muslimdagi 689-hadisda Payg'ambar alayhissalomning safarda bu sunnatlarni o'qimaganligi bayon qilingan. Ammo vitr namozi, bomdodning sunnati, tahajjud namozi, chashgoh namozi, tahiyatul masjid namozi qatorliqlarni o'qiydi. 3. Yo'lovchilar 2 namozni jami' qilib bir vaqtda o'qisa bo'ladi. Namozlarni jami' qilish degan mavzuda tafsili so'zlandi. 4. Yo'lovchilar tahorat bilan kiyilgan, masih qilishga salohiyatlik oyoq kiyimlari yoki qilin paypoqlarining ustiga 3 kecha kunduz masih qilsa bo'ladi. Oyoq kiyimlarga masih qilish degan mavzuda tafsili so'zlandi. 5. Yo'lovchilar Ramazonda xolis ro'za tutadi, xolis tutmaydi. Yo'lovchilikqa tamomlangandan keyin qazosini tutadi. Ammo Ramazonda qiynalib qolmasa, tutqini afzaldir. 6. Yo'lovchilik muddati kishi o'z mahallasining oxirgi manzilidan ayrilgandan boshlab toki o'z yurtiga qaytib kelganga qadar davom qiladi. O'z yurtiga yoki tug'ilgan yurti bo'lmasa-mo, o'ltiraqlashib qolgan yerdagi oilasiga qaytib kelishi bilan uning yo'lovchilik muddati tugagan bo'ladi va namozlarni qasr qilmasdan to'liq o'qishga boshlaydi. 7. Safarda namozni qazo qilgan kishi yurtiga qaytgandan keyin uni safardagi bo'yicha qasr qilib o'qiydi.
muqimlik holatida qazo qilgan namozlarni safarda ado qilmoqchi bo'lsa to'liq o'qiydi. O'ltiraqlashib qolgan yurtidan tug'ilgan yurtidagi oilasini ziyorat qilish uchun borgan kishimi namozlarni qasr qilmasdan to'liq o'qiydi. 8. Yo'lovchi muqim yo'lovchi bo'lmagan imomga iqtido qilib namoz o'qisa 4 rakatni to'liq o'qiydi. Ortiq o'qigan keyingi 2 rakat namoz nafl namozi bo'lib qabul qilinadi. 9. Yo'lovchi muqimlarga imom bo'lib namoz o'qimoqchi bo'lsa, namozga turishdan avval jamoatlarga o'zining yo'lovchi ekanligini bildirib qo'yishi yoki salomdan keyin men yo'lovchiman, namozinglarni to'liqlanglar deb qo'yishi yaxshidir. Yo'lovchi imom 2 rakatdan keyin salom berganda, jamoat salom bermasdan o'rnidan turib, qolgan 2 rakatni o'z oldiga o'qib tamomlab bo'lib, ondan salom berdi. 10. Yo'lovchi bir vaqt namozning vaqti kirib bo'lgandan keyin safarga otlanib, bu namozni yo'l ustida o'qimoqchi bo'lsa, qasr qilmasdan 4 rakat qilib to'liq o'qiydi. Chunki bu namoz uning muqimlik holatida, uning zimmasiga 4 rakat bo'lib tayinlanib bo'lgan bo'ladi. Muqimning yo'lovchining muqimlik hukmiga kirishi. Muqimning yo'lovchilik hukmiga kirishining shartlari. 432-savol. Muqimning yo'lovchilik hukmiga kirishining shartlari qaysilar? Javob. Muqim tövəndəki şəraitlarda yo'lovchilik hukmiga kirib, namozlarni qasr qilib o'qish salohiyatiga ega bo'ladi. 1. Safar qilishga bel bog'lab yo'lga chiqish. Safar mayli ibodat uchun bo'lsin, mayli sayohat yoki tijorat uchun bo'lsin, mayli gunoh ishlash uchun bo'lsin farqi yo'q. 2. Yo'lga chiqib mahallasining oxirgi manzillaridan ayrilishi. Yo'lga chiqmasdan safarni niyat qilgan kishi yo'lga chiqmaguncha shariatning kengchiliklaridan bahramon bo'la oladigan yo'lovchi bo'lib hisoblanmaydi. 3. Safar musofasining 85 kilometrdan kam bo'lmasligi shartdir. Yo'lovchining muqimlik hukmiga kirishining shartlari. 433-savol. Yo'lovchining muqimlik hukmiga kirishining shartlari qaysilar? Javob. Yo'lovchining muqimlik hukmiga kirib namozlarni qasr qilmasdan to'liq o'qish salohiyatiga ega bo'lishining shartlari tuvandikicha. 1. Yo'lovchi borgan yerida 15 kundan ko'p turishni ko'ngliga pukishi bilanla muqimlik hukmiga kiradi. Shu vaqtdan boshlab namozlarni to'liq o'qiydi. Ammo 15 kun turish birli shaharga maxsus bo'lmasdan 2 yoki uningdan ko'p shaharlarda turadigan bo'lsa, bu vaqtda muqim hisoblanmaydi. Masalan, Urumchidan 15 kunlik safarni niyat qilib yo'lga chiqqan yo'lovchi bu 15 kunning yarmini Xotanda, qolgan yarmini Qashqarda o'tkazmoqchi bo'lsa, bu vaqtda u muqim emas, balki yo'lovchi hisoblanadi. 2. Yo'lovchining bormoqchi bo'lgan yerining muqim bo'lib, turish uchun salohiyatli bo'lishi shartdir. Masalan, birov safarga otlanib uydan chiqib, mahallasining qatnash bekatlarining birida yoki yo'l ustidagi bekatlarda qatnash kutib yoki boshqa ehtiyojlari sababli vaqtli turib qolgan bo'lsa, uning bu turishi yo'lovchilik hisoblanadi. Buningga binoan kutish jarayonida vaqti kirgan namozlarni qasr qilib o'qiydi. 2 hit namozlari. 434-savol. Hit namozi degan qandoq namoz? Javob. Hit so'zining lug'atdagi ma'nosi qaytish, qaytalash va bir-birini yo'qlash deganlik bo'lib, shariat istilohida Alloh taolaning bandalariga har yili xushalligini qaytlab berishi demakdir. Bir yil ichida musulmonlar uchun 2 hit bo'lib, biri ro'za hit, yana biri qurbon hitdir. Har 2 hitda 2 rakat hit namozi o'qish vojibdir. 435-savol. 2 hit namozi kimlarga vojib bo'ladi? Javob. 2 hit namozlarini o'qish juma namozi farz bo'lgan kishilar uchun vojibdir. Hit namozlarining vaqti. 436-savol. Hit namozlari qachon o'qiladi? Javob. Hit namozlari hitning birinchi kuni, kun to'liq chiqib, taxminan 30 minutdan keyin o'qiladi. Kun to'liq chiqib bo'lmasdan o'qigan hit namozi ado topmaydi, balki u nafl namozi hisoblanadi. Hit namozlarining vaqti peshinning oldingi vaqtlarga qadar davom qiladi. Namozdan keyin xutba o'qiladi. Xutbani anglash sunnatdir. Hit namozlari jamilarda yoki cho'ng maydonlarda o'qiladi. Kichik masjidlarda o'qish makruhdir. Hit namozlarining o'qilish kayfiyati. 437-savol. Hit namozlari qanday o'qiladi? Javob. 2 rakatdan iborat hit namozlarining birinchi rakatida sana Subhanakallahumma dan keyin
imom jaranliq ovozda 3 qitim Allohu akbar deb takbir aytadi. Jamoatmi imomga egishib, har bir takbirda qo'llarini quloqlariga ko'tarib takbir aytadi va takbirdan keyin qo'llarini ikki yon tarafga tushiradi. Faqat 3-takbirdan keyin qo'llar yon tarafga tushirilmasdan kindikning ustiga qo'yiladi. Ondan imom Fatiha surasi bilan yana bir sura o'qib bo'lib, takbir aytib rukuga egilganda, jamoatmi birga ruku qiladi va birga sajdalarni qilib bo'lib, ikkinchi rakatga turishadi. Ikkinchi rakatda imom qiroat, Fatiha bilan yana bir surani o'qib bo'lib, rukuga egilishdan avval yana 3 qitim Allohu akbar deb takbir aytadi. Jamoatmi imomga egishib 3 takbirni xuddi oldingi rakatdagidek aytadi. Har qitimda qo'llar quloqlarga ko'tariladi. Ondan ikki yon tarafga tushiriladi. Ondan imom yana takbir bilan rukuga egiladi. Jamoatmi birlikda ruku va sajdalarni tamomlab o'ltiradi. Ondan tahiyat, salli, barik va Rabbanalarni o'qib bo'lgandan keyin imom ikki tarafga salom berdi. Jamoatmi birga salom berdi va namozdan chiqadi. Tashriq takbirlari. 438-savol. Tashriq takbirlari degan qanday takbir? Javob. Tashriq takbirlari mono takbirlardir. Allohu akbar, Allohu akbar. La ilaha illalloh, vallohu akbar. Allohu akbar va lillahil hamd. 439-savol. Tashriq takbirlari qachon o'qiladi? Javob. Tashriq takbirlari Qurbon hayitining arfa, Hayit degan kuni bomdod namozidan boshlab, hayitning 4-kuni asr namozgachilik jami 23 vaqt namozining farzidan keyin o'qiladi. 440-savol. Tashriq takbirlarining hukmi nima? Javob. Tashriq takbirlarini har bir farz namozdan keyin mayli yolg'iz bo'lsin, mayli jamoat bilan bo'lsin, mayli yo'lovchi bo'lsin, mayli muqim bo'lsin, har qanday musulmon, oqil, baliq erlarning o'qishi vojibdir. 441-savol. Tashriq takbirlarini aytishni unutib qolgan odam qanday qiladi? Javob. Tashriq takbirlarini aytishni unutib qolgan odamga uning qazosi kelmaydi va uningdan saqit bo'ladi. Hayit namozlariga berishdagi sunnat amallar. 442-savol. Hayit namozlariga berishda sunnat bo'lgan ishlar qaysilar? Javob. Hayit namozlariga berishda sunnat bo'lgan ishlar tovandikicha. Birinchi, ro'za hayit namoziga berishdan burun bir narsa yeyish. Ikkinchi, Qurbon hayit namoziga berishdan burun yemaslik. Uchinchi, har ikki hayit namozida yuyinib, esil kiyinib berish. To'rtinchi, har ikki hayitda sadiqani ko'p berish. Beshinchi, har ikki hayit namoziga berishda yo'lda takbir aytib berish. Taravih namozi. 443-savol. Taravih namozi degan qanday namoz? Javob. Taravih namozi Ramazon oyida oqshomlari o'qiladigan maxsus namozdir. 444-savol. Taravih namozi qachon o'qiladi? Javob. Taravih namozi Ramazon oqshomlari xuftan namozidan keyin o'qiladi. Xuftandan burun o'qisa taravih hisoblanmaydi. 445-savol. Taravih namozi qancha rakat? Javob. Taravih namozini 20 rakat o'qish afzal. Ammo 8 rakat o'qisimi ado topadi. 446-savol. Taravih namozi o'qishning hukmi nima? Javob. Ramazon oyida bir oy taravih namozi o'qish ta'kidli sunnatdir. 447-savol. Taravih namozini jamoat bilan o'qish shartmi? Javob. Taravih namozini jamoat bilan o'qish afzal. Ammo yolg'iz o'qisimi ado topadi. Ammo bu namozni bir mahallada hech kim jamoat bo'lib o'qimasa, shu mahalla jamoatlarining hammasi gunohkor bo'ladi. Chunki taravih namozini Ramazonda jamoat bo'lib o'qish ta'kidli sunnatdir. Taravih namoziga munosabatli masalalar. 448-savol. Taravih namozi qanday o'qiladi? Javob. Taravih namozini 2 rakatda bir salom berib, 4 rakatda bir salom beribmi o'qish mumkin. Taravih namozini 2 rakatdan qilib o'qimoqchi bo'lganda, u xuddi bomdod namozining farzini o'qigandek o'qiladi. Taravih namozini 4 rakatdan qilib o'qimoqchi bo'lganda, u xuddi xuftan namozining 4 rakat farzini o'qigandek o'qiladi. O'xshamaydigan yeri 4 rakatning hammasida qiroat, Fatiha bilan oyatlar o'nlik o'qiladi. 449-savol. Ramazondagi taravih namozi jarayonida Qur'onni xatmi qilish shartmi? Javob. Bir oylik taravih namozida Qur'on Karimni xatmi qilish shart emas. Ammo bunda qilish savobi ko'p bo'lgan, bakmu ahamiyatli sunnat amallardan sanaladi.
Chunki Qur'on Karim Ramazon oyida payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhissalomga Alloh tarafidan tushishga boshlagan va payg'ambar alayhissalomma Ramazon oyida Qur'on tilovati bilan intayin ko'p mashg'ul bo'lgan. Taravih namozini jamoatni zeriktirib qo'ymaydigan shaklda yeni kerak o'qish yaxshidir. 450 savol. Ramazonda taravih namozi o'qiy olmagan yoki kam o'qigan kishiga uning qazosi kelamdi? Javob. Taravih namozini Ramazonda o'qiyolmagan kishiga uning qazosi kelmaydi. Chunki u sunnat amal. Sunnatning qazosi qilinmaydi. 451 savol. Balog'atga yetmagan bolaning taravih namoziga imom bo'lishi durustmi? Javob. Balog'atga yetmagan bolaning taravih namoziga imom bo'lishi to'g'riliq islom fiqhshunoslari ixtiloflashgan. Ba'zisi durust emas degan qarashda bo'lsa, ko'p sonliqi durustligini so'zlagan. Durust deguvchilar payg'ambar alayhissalomning navrisi Hasan ibn Ali radhiyallohu anhuning Oysha radhiyallohu anhaga imom bo'lib taravih namozi o'qiganligini dalil qilib keltirgan. Ammo farz namozlarda balog'atga yetmagan bolalarning imom bo'lishining durust emasligida islom fiqhshunoslari birlikka kelgan. Kesal kishining namoz o'qish kayfiyati. 452 savol. Kesal kishi namozni qanday o'qiydi? Javob. Kesal kishi kuchining yetishicha namoz o'qishi kerak. O'ri tura olmasa o'ltirib, o'ltiramasa yotgan yerda imo ishorat bilan namoz o'qiydi. 453 savol. O'ri turolmaydigan bemor namozni qanday o'qiydi? Javob. O'ri turolmaydigan yoki o'ri tursa, kesilining og'irlashib ketishiga yoki shifo tepishining kechikib ketishiga sabab bo'lganligi aniq bo'lgan bemor o'ltirib ruku va sajdalarni normal kayfiyati bo'yicha qilib namoz o'qiydi. O'ri turishga qodir bo'la olgan bo'lsa-mu, ruku bilan sajdalarni qilishdan ojiz kelgan bemor o'ltirib namoz o'qisa bo'ladi. O'ltirib o'qigan namozda ruku va sajdalarni qilishdan ojiz kelgan bemor ruku bilan sajdalarni imo ishorat bilan qiladi. Ammo uning oldiga sajda qilish uchun yostiq yoki o'rindiq qo'yib berilmaydi. Chunki sajda yerga qilinadi. Yerga sajda qila olmasa, boshqa narsa ustiga sajda qila olmaydi. Bu vaqt sajda faqat imo ishorat bilan qilinadi. 454-savol. O'ltirishga kuchi yetmagan bemor qanday qiladi? Javob. O'ltirishga kuchi yetmaganlikdan o'ngdisiga yetib ishorat bilan namoz o'qimoqchi bo'lgan bemor ikki putini qibla tarafga qayirib yotadi. Mumkinchilik bo'lsa, ikki putini qiblaga uzatmasligi uchun ikki tizi ozroq ko'tariladi va bemorning osmonga qaramasdan qiblaga qarashi uchun uning beshiga egizroq yostiq qo'yiladi. Ammo yenicha yetib imo ishorat bilan namoz o'qimoqchi bo'lgan bemor o'ng tarafini besib qiblaga qarab yotadi. Ruku bilan sajdalarga beshi bilan imo ishorat qiladi. Ammo yenicha yetib o'qigandan o'ngdisiga yetib o'qish afzaldir. Imo ishorat bilan namoz o'qish. 455-savol. Imo ishorat degan nima? Javob. Imo ishorat namozda ruku va sajdalarga ishorat qilish uchun kuchining yetishicha boshni egish demakdir. Agar bemor beshi bilan imo ishorat qilishdan ojiz kelsa, ko'zi bilan ishorat qilib o'qiydi. Uningdan ojiz kelsa, namozni o'qimaydi yoki uni Alloh kechiradi. Chunki Qur'on Karimda toqatinglarning yetishicha Allohga taqvodorlik qilinglar deyilgan. Sura Tag'abun 14-oyat. Payg'ambar alayhissalom sizlarni biror ishga buyursam, uni toqatinglarning yetishicha o'rindanglar degan. Buxoriy rivoyati. Toqati yetmaganlikdan ibodatlarni o'rindayolmaganlarning bu kamchiligini Alloh taolo kechiradi. Istisqa, kusf, xusf va qo'rqinish namozlari. Istisqa namozi va uning o'qilishi. 456-savol. Istisqa namozi degan qanday namoz? Javob. Istisqa ehtiyoj tuyulganda maxsus namoz, xutba va duolar orqali Alloh taolodan mag'firat va yomg'ir tilash demakdir. 457-savol. Istisqa namozi qanday o'qiladi? Javob. Istisqa namozida azonning o'rniga as-salatu jami'atun, ya'ni to'planib namoz o'qiladi deb kishilar namozga chaqiriladi. Ondan azon yoki takbir etmasdan xuddi hit namoziga o'xshash qiroatini unli qilib 2 rakat namoz o'qiladi. Namozdan keyin imom hit namoziga o'xshash 2 xutba o'qiydi. Xutbada Alloh taoladan yomg'ir so'rab duo qilinadi. Kusf namozi va uning o'qilishi. 458-savol. Kusf va xusf namozlari degan nima? Javob.
Kusub kunning tutilishi. Xusub oyning tutilishi deganlikdir. Kun tutilganda Allohdan gunohlarni mag'firat qilishni so'rab, xuddi juma yoki hit namozlariga o'xshash jamoat bilan ikki rakat namoz o'qish sunnatdir. Ammo oy tutilgan vaqtda jamoat bo'lib masjidda yoki har kim o'z uyida o'z oldiga xuddi nafl namozlarga o'xshash ikki rakat xusub namozi o'qish sunnatdir. Qo'rqinish namozi va uning o'qilishi. 459-savol. Qo'rqinish namozi degan nima? Javob. Qo'rqinish namozi dushman yoki yirtqichlarning tuyuqsiz hujum qilish vahimasi aniq bo'lgan sharoitlarda farz namozlarni ikkiga bo'linib ayrim kayfiyat bilan o'qish demakdir. 460-savol. Qo'rqinish namozi qanday o'qiladi? Javob. Alloh taolo Qur'on Karimda qo'rqinish namozining o'qilish kayfiyatini bayon qilib bunday degan: Ey Muhammad, sen mu'minlar bilan jihatda birga bo'lib, ular bilan namoz o'qimoqchi bo'lganingda, ularning bir qisi sen bilan birlikda namozga tursin. Qur'onlarni ehtiyot yo'sidan yenida tutsin. Sajdaga berib bo'lgandan keyin ular orqanglarga o'tib tursin, ya'ni namoz o'qib bo'lgan firqa orqanglarda ko'zatchilik qilib tursin. Ularning o'rniga namoz o'qimagan ikkinchi bir firqa kelib, sen bilan birlikda, ya'ni orqangda namoz o'qisin. Dushmanlardan ehtiyotchanlik bilan hushyor tursin. Qur'onlarni yenida tutsin. Kafirlar sizlarning qur'onlaringlardan, ashyolaringlardan g'aflat qilishinglarni, shuning bilan sizlarga birdilla tuyuqsizdan hujum qilishni orzu qiladi. Agar sizlarga yomg'ir sababli garaj bo'ladigan bo'lsa, yoki kasal bo'lsanglar, bu chaqda qur'onlaringlarni qo'yib qo'ysanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Ehtiyotchan va hushyor bo'linglar. Alloh haqiqatan kafirlar uchun qo'rlig'uvchi azob tayyorladi. Sura Nisa 102-oyat. Qo'rqinish namozida islom fiqhshunos olimlarining birdek ittifoqi bilan tuvandagi ikki ish joizdir. Birinchi, urush asnosida mujohidlarning farz namozlarini yuqorqi oyat ko'rsatilgan shaklda o'qishi joizdir. Ikkinchi, shiddatli qo'rqinish tufayli mujohidlarning bir yerga kelib jamoat bo'lib namoz o'qishi mumkin bo'lmagan sharoitda ularning namozlarini o'zlari turgan yerida yolg'iz o'z oldiga o'qishi joizdir. Shundaqla qatnash qurallari ustida bo'lib, namozni to'liq kayfiyati bilan o'qish qiyin bo'lganda, qatnash ustida turgan peti imo ishorat bilan o'qishi joizdir. Ularning yuzlangan tarafi qiblaga to'g'ri kelsin yoki kammasin farqi yo'qdir. Ya'ni qatnash qaysi tarafga yuzlangan bo'lsa, shu taraf ularning qiblasi bo'lib belgilangan bo'ladi.